mahallasida yashovchi To'xtabayeva Nargiza bo'laman. Tikuvchilik bilan shug'ullanayotganimga 20 yil bo'ldi. O'zim mahallamizdagi chevarxonada ishlardim. Hozir yangi chaqalog'im bor, 4 oylik. Shuning uchun chiqa olmaganim sababli ishsiz bo'lib qoldim. 4 nafar farzandim bor. Ularni o'qitib, uy-joylik qilish kerak, qurilishlar qilish kerak, o'qitish kerak. Turmush o'rtog'imga yordam berish uchun ishga chiqa olmaganligim sababli hokim yordamchisiga murojaat qildim. Xotin-qizlar bilan kelib, ko'rib chiqib, meni ayollar daftariga olishdi. Qisqa fursatda menga mana shu Avrlo mashina, tikuv mashinasini olib kelib berishdi. Hozir men xonadonimda turib, tikuvchilik bilan shug'ullanyapman. Mahallani zakaslarini olib tikyapman. Hanna xo'jayinimlarga yordam bo'lsin deb. Uyimda turib daromad topish imkoniyati berilgandan men xursandman. Bunday xayrli ishni boshida turgan barcha mutasaddilarga rahmat aytaman. Kelajakda faoliyatimni yanada kengaytirib, xonadonimda tikuvchilik sexini ochish niyatim bor.